Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, hamma sog' salomatmi? Bugun sizlarga qisqacha Tailand haqida ma'lumot bermoqchiman. Tailand Hind va Xitoy yarim orolida joylashgan bo'lib, Tailandning qo'shnisi Kamboja, Laos, Myanma, Malayziya hisoblanadi. Tailand bizdan 3 soat farq qiladi, ya'ni 3 soat oldinda. Tailandga boradigan bo'lsalaringiz, sizlarga taklifim Tailandning Phuket, Pattaya, Samoy va Bangkok shaharlariga borishlaringizni tavsiya etaman. Kimga masalan qanaqa yo'nalish qiziq, kimga aktivniy, kimga passivniy yo'nalish qiziq bo'ladigan bo'lsa, aktivniy yo'nalishlarga bu Bangkokni tavsiya etgan bo'lardim. Va mavsum bo'yicha keladigan bo'lsak, Tailand avgust, sentyabr, oktyabr oylari va noyabrning boshlarigacha yomg'irli mavsum hisoblanadi. Noyabrning oxirlaridan boshlab ayni o'sha boradigan mavsum hisoblanadi. Dam olishga juda ham zo'r noyabr, dekabr oylaridan boshlab borishingizni tavsiya etaman. Faqatgina fevral oyida agar bormoqchi bo'lsalaringiz, fevral oyi Xitoylarning yangi yili bo'lganligi uchun fevral oyi oldindan уже band bo'ladi. Shunga sizlarga tavsiyam bir oy oldin biletlarni, ya'ni turlarni bron qilishlaringizni tavsiya etaman. Kimga qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, turlar bo'yicha qiziq bo'lsa, bizga Flymaniaga murojaat etishlaringizni tavsiya etaman. Rahmat.